Bu yo'nalishlar logistika kompaniyalari uchun oltin kon hisoblanadi. Ya'ni xizmat, xavfli yuklar. Xizmat lotlar oddiy yuklarga qaraganda ancha qimmat tarif bilan ishlaydi. Ko'p kompaniyalar xavf va mas'uliyat sababli bu segmentga kirmaydi yoki kirishga qo'rqadi. Kimyo, energetika sektorlari doimiy yuk oqimini yaratadi. Zavodlar va yirik ishlab chiqaruvchilar bilan stabil kontraktlarga ega bo'lasiz. Keyingisi reefer yuklar. Oziq-ovqat, dori-darmon perishable goodslar. Bu lotlarni kechiktirmaslik juda ham muhim. Reefer lotlar oddiy drive lotlarga qaraganda qimmatroq haq to'lanadi. Oziq-ovqat, dori-darmon bozori to'xtamaydi, yil bo'yi barqaror. Katta distribyutorlar va farmatsevtika kompaniyalari bilan siz shartnomalar imzolashingiz ham mumkin. Eng oxirgi zo'r yo'nalish oversize heavy haul yuklar, ya'ni mashina, qurilish texnikasi, katta konstruksiyalar. Hamma kompaniya ham permit, escrow yoki planning uddala olmaydi. Qurilish va sanoat loyihalari bir martalik emasda, ketma-ket lotlar beradi. Zavodlar, qurilish kompaniyalari va davlat loyihalari bilan ishlash imkoniyati bo'ladi. Bu uch yo'nalish kompaniyalar uchun eng qimmat va barqaror daromad keltiradi. Logistika va dispetch servis haqida foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.